Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, men bugun butun dunyo xalqiga ma'lum va mashhur bo'lgan o'zbek millatiga mansub alloma meditsina maqomini butun dunyoga keltirib chiqargan Ibn Sino, Abu Ali Ibn Sino haqida to'la ma'lumot bera olmasam-da, ularni 3 xislatlarini bayon qilishni lozim topdim. Bu insonga ilgari Madadi Sino nomi berilgan bo'lib, keyinchalik meditsina nomiga ko'chirilgan. Bu allomani hayotida juda katta insoniyatlar uchun ma'lumotlar ma'lum bo'lsa-da, men faqat 3 ta ma'lumotni bayon qilmoqchiman. Birinchisi, Abu Ali ibn Sino temirchi ustaxonasiga ertalab kirib o'ltirsalar, jarrohlik asboblarini ta'mirlatish uchun. Bu xonaga 5-6 yoshli bir bolakay chopib kirib, "Amaki, temirchi amaki, menga cho'g'ingizdan bitta dona bering" deydi. Temirchi: "Ey bolakay, har kuni senga cho'g' solib beraverib, temir parchalari qolmadi. Qanday olib ketasan?" desa, "Siz beravering" deydi. Otash kurayda bir yong'oqdek temir alanga cho'g'ini olib uzatsa, o'choqdagi sovuq kuldan qo'liga to'ldirib, o'rtasiga qo'yib qo'y deydi. Va cho'g'ni kaftidagi kul o'rtasiga olgan bola eshikka chopishib ketadi. Bu holatni kuzatib turgan Ibn Sino orqasidan chiqib, shu bolakay kirib ketgan xonaga kirsa, bolakay o'choqqa qumg'onni, uni choydush ham deb ataymiz. Buni hozirgi yoshlar bilmasa kerak. Suvni to'ldirib, atrofiga xas, cho'f va o'tinlarni tayyorlab qo'ygan ekan. Qo'lidagi cho'g'ni o'tinning ostiga tashlab bir puflagan ekan, alangalanib o'tinlar yona boshlabdi. Bu holni kuzatgan Ibn Sino sal narida o'tirgan qari chol va kampirdan "Kim bu bola?" desa, "Meni nabiram" debdi. Shunda "Bu bolani menga shogird qilib bering, men bundan yaxshi tayyorlayman" debdi va bu ishni amalga oshirib, eng ulug' 1-darajali shogird shakliga rahnamolik qilgan ekanlar. Qarang, ikkinchisi, har kuni bitta choy ichadigan choyxonaga kirib o'ltirsalar, choyxonachi do'mboqqina yigit xaridorlarga choy damlab bergach, tashqariga chiqib, birozdan qaytib, qo'lini yuvib, sochiqqa artib, bir piyola sovuq choyni ichib olar ekan va xaridorlarga xizmat qilar ekan. Bu hol yarim soat ichida 3 marta takrorlanganligi uchun Ibn Sino bu choyxonachining orqasidan chiqib qarasa, bir daraxtning orqasiga borib yozilar ekan va qaytib kelib shu ishni takrorlayverar ekan. Ibn Sino daraxt orqasiga borib qarasa, uni yozilgan joyida minglab qora pashsha, arra, qo'ng'izlar o'ymalashib shu suydukni yalayotganligiga sabab bo'lib ko'radilar va oqibatda uni yoniga siyib ko'radilar va unga birorta ham hasharot yaqinlashmaydi. Shundan keyin bu kishi aytadiki, demak bu choyxonachida shirin kasallik bor ekanda deydilar va bir necha oy shu kasallik bilan shug'ullanib, choyxonachini bu yugurishlardan ozod qilgan ekanlar va fanga sahrni, diabet kasalligini bayon qilgan ekanlar. 3-holat, umrlari oxirida og'ir kasalga uchrab bu dunyoni tark etadigan odamni
dunyoga qaytaradigan dorini kashf qilib, maymunlar ustida bir necha bor sinab ko'rib, tasdiqlagach, o'zlari uchun bir idishda bu doridan olib qo'yadilar va shogirdlarga aytadilar: agar men shunaqa og'ir holatga tushganda shu doridan 3 marta ichirib qo'ysam bo'ldi, deydilar. Uzoq bormasdan tabib qattiq kasallanadi va shogirdga shu dorini ichirishni tavsiya qiladilar. Turolmay qolgan tabibga shu dorini ichirishdan oldin shogirdni piyli ayniydi. Bu dorini retseptlarini aytmagan bo'lsalar, men qanday keyingi vaqtda foydalanaman deb o'zlariga olib boshqa darini ichiradilar va tabib bu dunyoni tark etadi. Ammo bu dori bir necha yillar davomida saqlanib, shu Ibn Sinoning ahvoli bu tabibning boshiga ham tushadi. Va bu inson hali 3 oy 4 oy yashash, hatto 1 yil yashash imkoniyatiga ega bo'lsa-da, bu hayotni qaytara oladigan doridan 3 bor ichganlarida hayotga qaytish o'rniga o'sha zahoda vafot qiladilar. Demak, bu dori Ibn Sino davrida ishlatilganda foyda bergan bo'lar edi. Bu eskib, muddati o'tib, hattoki davolash o'rniga zaharga aylanib bo'lganligi uchun bu tabibni o'limiga sabab bo'lgan ekan. Demak, hozirgi kunda ham dunyodan har xil davlatdan kelgan dorilar dorixonalarda muddatlari yozilgan. Bu muddatiga yetgan dorilarni va eskirgan dorilarni zinhor iste'mol qilmang. U dorilar o'z vaqtida foyda keltiradigan bo'lsa, eskirgandan keyin zarar keltirishi ana shu davrdan kelib chiqqanligini eslatmoqchiman va sizlarga shuni eslatmoqchimanki, bu holatda shu fikr keladiki, o'ziga vafo qilmagan yoki o'ziga buyurmagan har narsa o'zgalarga ham buyurmas ekanda. Ikkinchisi, kim qilmagay, kim tortmagay deyiladi. Uchinchisi esa Bobur Mirzoni kim jafo qilsa jazo topgusidir, kim vafo qilsa vafo topgusidir degan so'zlariga ma'qul keladi. Demak, yana bir ibrat albatta insonlarni orasida keng tarqalgan bo'lib, qaytar dunyo degan so'z bilan tasdiqlanadi. Hurmatli tinglovchilar, demak, bunday holatlarda albatta o'zingizni ehtiyot qiling va men bergan ma'lumotlarni adolatli baholashingizga ishongan holda bugungi mavzuni yakunlasam.